Ha, qarang. Keldi. Kepkada achka taqib qo'ygan o'zicha nomerga qarayapti. Bu begona emas-da, bu boru 100% begona emas. Qarang, o'ngga chapga qaradi. 1 2 3 ko'rasizmi? Eshikni tepaga surib yubordi, bor mana bu. Tuppa-tuzuk eshikni ko'rasizmi? Qilib qo'yganni kirib ketdi-yu eshigiga. Ular akalar, bu hayotda do'st bor, dushman bor-da. Bunaqa holat juda ham ko'p bo'ladi. O'shaning uchun shu holatga sizlarni olib kirdi, shunaqa holat qildi. Xullas akalar, 30 sekundda rezultatni ko'rsatib beramiz, ustani zo'riga olamiz. Hammaga yaxshi inson deb ko'ngling eshigini ochsang, kimdir oynangni sindirar, kimdir romingni. Shunaqa. Mehr ko'zda dil xiralik bo'lmasin, boygi holatdan asar ham qolmagan. Aka, qiyin bo'lgandir-a? Oson bo'lmadi aka. Yaxshiki kraskasi sinmagan ekan, zavod ustida o'zi bo'lib chiqdi aka. Lekin akalar, zavod holatda turibdi. Hech qanaqa shagrem bir nima degan narsani o'zi yo'q, to'g'rimi aka? 14 yil stajiz bor. Xudo xolasa 14 yil bo'ldi aka. Endi bunaqa hunaringiz bilan mana bu yosh avlodga ham o'rgatish kerak-da. Конечно aka, o'shaning uchun ham Humo Arenada mana shunaqa joy ochdik. Xudo xolasa maktab qilib ochdik. PDR sohasiga qiziqadiganlar bo'lsa, 12 ta viloyatmi, qo'shni respublikalardanmi bemalol bizga aloqaga chiqib kelsanglar, 4 oydan aka 6 oygacha o'rgatadigan, professional usta qiladigan maktab qilib ochdik, xudo xolasa. Mana bu yerda ham polni diviziyani bo'lib yotibdi, bolalar ishlab yotishibdi. Ishinglar tushmasin, mabodo ishinglar tushib qoladigan bo'lsa, okaga olib kelasizlar, obuna bo'lib qo'yish ham esingizdan chiqmasin.